Hop, bugun kaptallarda ozgina obzor qilib beraman sizlarga. Mana Dubai liniya. Toza bular. Chiroyliligini qarang. Hop. Hatta men bilan Royal, bu yil bir par Royal qo'shganman. Mana shu Royal mana shu. Royal Teddy'lar. Mana bu modasi. Ha shekalarni qara. Hop, mana. Shular orqasidagi bu Royal Teddy, mana ular oddiy Teddy. Buni men bu bolasi. Bolasi ham endi bo'yni uryapti, mana stoykalari chiroyli chiqqan. Ha shu bir dona chiqqan balasi bor. Hop, men bunimiz eskilardan. Ular ham Dubai liniya, o'sha eski paralardan qolgan. Bu sezonga 3 par olib qoldim. Hop, bir par mana u Royal. Bir par Royal, 2 par Dubai liniya Teddy, bir pari mana bunaqangi bo'yni chiroyli uradiganida. Mana. Ha shular buyur ko'paytiramiz xudo xolasa. Mana hamma bular turibdi. Hali 3 par olib qo'yganman. 3 parani xudo xolasa sizga ko'paytiramiz. Piskullar chiqsa aytaman, xudo xolasa sotilganlari ham bo'ladi. Kanalimizni kuzatib, obuna bo'lib qo'ysalaring, yangiliklar bo'lsa, sразу qo'yib turaman. Mana men bunaqaning bularni. Dahshat. Men bir para mana shu Royal Teddy. Mana modasi. Mana nari. Bir par Royal Teddy qo'shganman, bu yil xudo xolasa bularning rezultat zo'r bo'ladi. O'zim eski modalarimda dahshat bular, rezultatlari ham zo'r bo'lgan xudo xolasa. Mana bir par piskunchalar chiqyapti. Shu boshqacha chiqyapti bular. Xudo xolasa donga ham tushib qoldi. Katta bo'lsa zo'r bo'ladi.